Rasulullohning amaki va ammalari. Rasulullohning 12 amaki va 6 ammalari bor edi. Bulardan Abu Talib, Zubayr, Abdul Ka'ba. Bu uchovlari payg'ambarimizning otalari Abdulloh bilan tug'ishgan bo'lib, boshqalari o'gay edilar. Bulardan 2 kishi Hamza bilan Abbos iymonga musharraf bo'ldilar. Amir Hamza nafaqat Quraysh ichida, balki butun arablar ichida nomi chiqqan atoqli bahodirlardan edi. Shuning uchun Rasululloh unga Asadulloh, ya'ni Allohning arsloni deb laqab qo'ydilar. Bu kishi islomda 39-chi. Hazrati Umar bilan musulmonlarning soni 40 ga to'lib, bu ikkovlarining himmati bilan islom dini yuzaga keldi. Bo'lmasa, bundan ilgari din ishlari yashirin edi. Hazrati Hamza Rasulullohdan 3-4 oylik katta bo'lib, bir sinani emishgan emakdoshlari edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hijrat qilib Makka dan Madinaga kelgandan so'ngra Hazrati Hamza ham Xudo yo'lida hijrat qilib, oilasini Makka da qoldirib, o'zlari Madinaga keldi. Islom dinining birinchi g'alaba qozonishi bo'lgan Badr urushida bek bahodirlik ko'rsatgan edi. Undan keyin bo'lgan Uhud urushida Vahshiyning to'satdan otgan nayzasi bilan shahid bo'lmish edi. Kofirlar tomonidan jasadlari parchalanib, ko'zlari o'yilib, quloq burunlari kesilmish edi. Shuning uchun Rasululloh bu zotni shahidlar a'losi, shahidlar sayyidi deb 70 takbir aytib janozasini o'tadilar. Hazrati Abbos qolgan amakilarining eng kichkinasi edilar. Badr urushida Makka mushriklari zo'rlab askarlikka olgan edilar. Shu urushda boshqalar qatori asir bo'lib qo'lga tushdilar. Kofirlar asirlardan fidya puli olib bo'shatganlarida amakilari Abbosga ham 4000 tanga fidya to'lashga buyurdilar. Anda ul kishi men majburlik bilan kelganman deb qutulish uchun dalil ko'rsatsalar ham sahobalar shariat zohiriga qaraydi. Ko'rinishda shularga qo'shilib kelding, to'laysan deb qo'ymasdan 4000 tangasini oldilar. Anda Abbos men Qurayshning oliylaridan edim, endi eng kambag'allardan